Pensiya guvohnomasi ko'pchilik uchun oddiy bir hujjatdek ko'rinadi. Pensiyaga chiqqanini tasdiqlaydi. Tamom. Lekin men bugun sizga juda muhim narsani tushuntirib bermoqchiman. Bu guvohnoma faqat pensiya olayotganingizni ko'rsatadigan qog'oz emas. U sizga bir qator imtiyozlar, yengilliklar va huquqlar eshigini ochishi mumkin. Eng achinarlisi. Ko'p odamlar bundan bexabar bo'lgani uchun o'ziga tegishli imkoniyatlardan foydalanmay yuradi. Bugungi mavzu har bir oilaga taalluqli. Agar siz pensiyadasiz, ota-onangiz pensiyada bo'lsa, buyingiz yoki bobongiz shu hujjatga ega bo'lsa, bu ma'lumot sizga pul, vaqt va asabni tejashi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men pensiya guvohnomasi bilan bog'liq do'qita yashirin imkoniyatni sodda tilda misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga kerak, lekin hamma ham aytib bermaydi. Avvallari odamlar pensiya guvohnomasini asosan kassaga yoki bankka ko'rsatish uchun ishlatardi. Ya'ni men pensionerman degan oddiy tasdiq sifatida qaralardi. Ko'p idoralarda ham odamdan guvohnoma so'ralardi. Lekin uning o'rtada qanday huquqlar borligi tushuntirilmasdi. Natijada pensioner odam o'ziga tegishli chegirmadan, navbatsiz xizmatdan yoki ijtimoiy yordamdan foydalanmay, boshqalar qatori navbatda turardi, ortiqcha pul to'lardi. Ba'zan esa umuman murojaat qilmasdi. Hozir vaziyat o'zgaryapti. Ko'plab xizmatlar elektronlashdi. Davlat xizmatlari markazlari, mahalla, banklar, tibbiyot muassasalari va kommunal tashkilotlar orqali pensionerlarning maqomi tekshiriladigan bo'ldi. Lekin muammo shundaki, tizim o'zgargani bilan odamlarning xabardorligi hali ham past. Men ko'p uchratadigan holat. Inson pensiya guvohnomasini uyda sandiqda saqlaydi, faqat bayramlarda nafaqa yoki yordam berilsa olib chiqadi. Aslida esa bu hujjat kundalik hayotda ham kerak bo'lishi mumkin. Muhim narsani boshidan aytaman. Imtiyozlar hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin. Ayrimlari respublika bo'yicha amal qiladi. Ayrimlari viloyat, tuman yoki tashkilotning ichki tartibiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men sizga faqat mana shunday bo'ladi deb emas, balki qanday tekshirish, qayerga murojaat qilish, nimani talab qilish kerakligini ham tushuntiraman. Chunki haqiqiy foyda shunda, odam o'z huquqini bilsa, uni joyida so'ray oladi. Pensiya guvohnomasining eng muhim foydalaridan biri tibbiy xizmatlarda ko'rinadi. Pensionerlar ko'pincha shifokorga ko'proq murojaat qiladi. Qon bosimi, yurak, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z, eshitish, asab tizimi bilan bog'liq muammolar ko'payadi. Shu sababli ayrim poliklinikalar, ixtisoslashgan markazlar yoki ijtimoiy dasturlarda pensionerlar uchun navbat, bepul tekshiruv, dorilar yoki yo'llanma masalalarida yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, 67 yoshli otaxon qon bosimi bilan poliklinikaga boradi. U oddiy fuqaro sifatida navbatga yozilib bir necha kun kutishi mumkin. Lekin agar u pensiya guvohnomasini ko'rsatib, o'zining pensioner ekanini aytsa, ro'yxatxonada unga tegishli tartib bo'yicha alohida qabul, oilaviy shifokor orqali tezroq yo'llanma yoki patronaj xizmati tushuntirilishi mumkin. Bu har doim avtomatik bo'lmaydi. Ko'pincha odam o'zi so'ramasa, xodim ham aytmaydi. Yana bir misol, pensioner ayol oyiga 1,2 million so'm pensiya oladi. Dori darmoniga esa 300 ming so'm ketadi. Agar u o'z kasalligi bo'yicha dispanser nazoratida turish kerak bo'lsa, ayrim dorilar, tahlillar yoki yo'llanmalar bo'yicha yengillik olishi mumkin. Buning uchun u shunchaki dorixonaga borib, men pensionerman demaydi. Avval oilaviy shifokorga murojaat qiladi, tashxisini tasdiqlaydi. Kerak bo'lsa tibbiy kartasiga qayd kiritadi. Keyin ijtimoiy yoki tibbiy dasturlar bor yo'qligini so'raydi. Pensiya guvohnomasi shu jarayonda maqomni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar elektr, gaz, suv, chiqindi va isitish to'lovlarini to'lab keladi. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar uchun kompensatsiya, subsidiya yoki mahalliy yordam bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Men bu yerda muhim farqni tushuntiraman. Oddiy yoshga doir pensionerlik hamma kommunal to'lovni avtomatik kamaytiradi degani emas. Lekin pensionerning ijtimoiy ahvoli, nogironligi, yolg'iz yashashi, daromadi, uy-joy sharoiti, oila tarkibi inobatga olinishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi 72 yoshli ona oyiga 900 ming so'm pensiya oladi. Qishda gaz va elektr uchun to'lov 2 ming so'mga chiqadi. Bu uning daromadiga katta yuk. Bunday vaziyatda u mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy xodimga yoki tuman hokimligi huzuridagi mas'ul bo'limlarga murojaat qilib, moddiy yordam, kompensatsiya yoki
ijtimoiy himoya reyestriga kiritilish masalasini so'rash kerak. Pensiya guvohnomasi bu yerda uning daromad manbai va maqomini ko'rsatadi. Ko'p odamlar menga baribir berishmaydi deb o'ylab, umuman urinmaydi. Men esa shuni aytaman, hujjat topshirmagan odamga tizim ko'pincha yordam bermaydi. Siz ariza bermasangiz, sizning muammoingiz rasmiy ko'rinmaydi. Pensiya guvohnomasi bilan birga pasport, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, kommunal kvitansiyalar, oila tarkibi haqida ma'lumot va daromadni tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Har bir hududda tartib farq qilishi mumkin. Lekin so'rash va yozma ariza qoldirish har doim to'g'ri qadam. Pensiya guvohnomasi bilan bog'liq eng ko'p savol beriladigan sohalardan biri transport. Ayrim shaharlarda pensionerlar uchun belgilangan vaqtlarda, ayrim yo'nalishlarda yoki alohida toifalar uchun bepul yurish, chegirma, maxsus karta kabi tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu ham hamma joyda bir xil emas. Shu sababli pensiya guvohnomam bor. Demak, hamma avtobusda bepul yuraman deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Misol uchun Toshkentda yashovchi pensioner bilan kichik tumanda yashovchi pensionerning transport imkoniyatlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi joylarda transport kartasi kerak bo'ladi. Ba'zi joylarda faqat guvohnoma ko'rsatiladi. Ba'zi yo'nalishlarda esa umuman imtiyoz yo'q. Shuning uchun men har doim shunday maslahat beraman. Avval shahar transport boshqarmasi, yagona ko'l markaz, mahalla yoki davlat xizmatlari markazidan aniq tartibni so'rang. Real hayotda shunday vaziyat bo'ladi. 65 yoshli pensioner haftasiga 3 marta poliklinikaga qatnaydi. Har safar borib kelish uchun tekka 1000 so'm sarflasa, oyiga taxminan 96 ming so'm ketadi. Agar uning hududida pensionerlar uchun transport yengilligi bo'lsa, bu mablag'ning bir qismi yoki hammasi tejaladi. Bir qarashda kichik puldek, lekin pensiya hisobida bu to'g'ri yoki oziq-ovqatga yetadigan summa. Pensiya guvohnomasi va pensioner maqomi banklarda ham foyda berishi mumkin. Bugun pensiyalar ko'pincha bank kartasi orqali tushadi. Banklar pensionerlar uchun alohida kartalar, komissiyasiz naqd yechish, SMS xabarnoma, kredit shartlari, omonat foizlari yoki xizmat ko'rsatish bo'yicha qulay tariflar taklif qilishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda eng yaxshi shart sizga ulandi degani emas. Masalan, pensioner karta ochgan, lekin har oy naqd pul yechishda yoki boshqa bankomatdan foydalanganda komissiya to'laydi. 15 ming so'm komissiya kichik ko'rinadi. Bir yilda esa 20 ming yoki 1 ming so'm bo'ladi. Agar u bankka borib, men pensiya oluvchiman, menga pensionerlar uchun eng qulay tarif bormi deb so'rasa, ehtimol arzonroq xizmat yoki maxsus karta taklif qilinadi. Yana bir muhim jihat, pensionerlar kredit olayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Guvohnoma borligi va barqaror pensiya tushishi ba'zi banklar uchun ijobiy belgi. Lekin bu har qanday kredit foydali degani emas. Men doim aytaman, pensiya hisobidan kredit to'lash juda nozik masala. Agar oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya olsangiz, 600 ming so'm kredit to'lovi sizni oziq-ovqat va dori xarajatlarida qiynab qo'yishi mumkin. Bankda pensiya guvohnomasi sizning maqomingizni tasdiqlaydi, lekin qaror qabul qilishda foiz, muddat, jarima, sug'urta va komissiyalarni albatta so'rang. Ko'p pensionerlar teatr, muzey, ko'rgazma, sanatoriy, dam olish maskanlari yoki sport sog'lomlashtirish markazlarida pensionerlar uchun chegirmalar bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Bu juda muhim, chunki nafaqadagi inson faqat uyda o'tirishi kerak emas. Sog'lom turmush, muloqot madaniy xorda ham salomatlikka ta'sir qiladi. Masalan, muzeyga kirish oddiy chiptaga 30 ming so'm bo'lsa, pensionerlar uchun 15 ming so'm yoki ayrim kunlarda bepul bo'lishi mumkin. Teatrda ayrim spektakllar uchun ijtimoiy chegirmalar bo'ladi. Sanatoriy yo'llanmasi masalasida esa pensionerning sog'lig'i, tibbiy xulosasi, navbat va mablag' manbai inobatga olinadi. Bularning barchasida pensiya guvohnomasi yosh va maqomni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Men buni yashirin imkoniyat deyman, chunki ko'p joylar buni reklama qilmaydi. Kassaga borasiz, oddiy chipta narxini aytishadi. Siz pensionerlar uchun chegirma bormi deb so'rasangiz, borligi ma'lum bo'ladi. Agar so'ramasangiz, hech kim o'rtingizdan yugurib kelib sizga arzonroq demaydi. Shuning uchun guvohnomani yo'ningizda olib yurish, ayniqsa madaniy tadbirlarga borganda foydali. Pensiya guvohnomasi mahalla tizimida juda muhim hujjat bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, uy joyi ta'mirtalab bo'lsa yoki dori-darmon xarajati ko'p bo'lsa, bunday vaziyatlarda mahalla orqali moddiy yordam, oziq-ovqat,
bayram sovg'alari, ijtimoiy xizmat, uyda parvarish, homiylik yordami kabi masalalar ko'rib chiqilishi mumkin. Real vaziyatni olaylik. 7000 yoshli ona yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U oyga 2 million so'm pensiya oladi, lekin qishda uyning tomidan suv o'tadi. U qo'shnilarga shikoyat qiladi, lekin rasmiy murojaat qilmaydi. Natija, muammo yillar davomida hal bo'lmaydi. To'g'ri yo'l qanday? Mahallaga yozma ariza beradi. Pensiya guvohnomasi nusxasini, pasportini, uy holatini ko'rsatadigan fotosuratlarni, kommunal to'lovlarni va zarur bo'lsa tibbiy ma'lumotlarni ilova qiladi. Shundan keyin masala rasmiy ko'rib chiqiladi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Ba'zi odamlar yordam so'rashdan uyaladi. Men ekspert sifatida aytaman, bu uyaladigan ish emas. Pensioni butun umr ishlagan, soliq to'lagan, jamiyatga hissa qo'shgan. Davlat va mahalla tizimidan qonuniy yordam so'rash, sadaqa so'rash emas, o'z ijtimoiy huquqidan foydalanishdir. Pensiya guvohnomasi ko'plab rasmiy ishlar uchun qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Masalan, meros ishlari, uy-joy masalalari, subsidiya, ijtimoiy nafaqa, qarindoshlik yoki parvarish bilan bog'liq arizalar, sudga yoki notariusga murojaatlarda pensioner maqomi muhim bo'lishi mumkin. Ba'zan odam yoshi katta bo'lgani uchun emas, aynan pensiya oluvchisi ekani uchun alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Masalan, pensioner ona o'z nomidagi uy hujjatlarini tartibga keltirmoqchi. U notariusga yoki kadastr idorasiga murojaat qiladi. Ayrim to'lovlar, navbat, maslahat yoki qo'shimcha hujjatlarda pensioner maqomi e'tiborga olinishi mumkin. Yoki pensioner otaxon farzandi bilan birga yashaydi, lekin parvarishga muhtoj. Bunday holatda tibbiy xulosa pensiya guvohnomasi yashash joyi ma'lumotlari orqali ijtimoiy xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar guvohnomani faqat pensiya puli uchun kerak deb o'ylaydi. Aslida u sizning rasmiy maqomingizni ko'rsatadi. Hujjat bilan isbotlangan maqom esa og'zaki gapdan kuchliroq. Men pensionerman deyish boshqa. Pensiya guvohnomasini ko'rsatish boshqa. Pensionerlar orasida uy, yer, avtomobil yoki boshqa mol-mulkka ega bo'lganlar bor. Ayrim toifadagi shaxslar uchun soliq bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu masalada men juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Imtiyozlar mulk turi, maydoni hudud shaxsning toifasi va amaldagi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun hamma pensioner soliq to'lamaydi degan gap noto'g'ri. Lekin tekshirib ko'rish shart. Masalan, pensionerning bitta kichik hovlisi bor. U har yil mol-mulk solig'i bo'yicha xabarnoma oladi va to'lab keladi. Agar u soliq inspeksiyasiga yoki elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, men pensionerman, menga biror imtiyoz qo'llanadimi deb so'rasa, ayrim holatlarda chegirma, ozod etish yoki qayta hisoblash masalasi aniqlanishi mumkin. Agar imtiyoz qo'llansa, lekin tizimda ma'lumot to'liq bo'lmasa, odam ortiqcha to'lab yurgan bo'lishi ham mumkin. Bu yerda amaliy maslahat, soliqdan kelgan xabarnomani tashlab yubormang. Pensiya guvohnomasi, pasport, mulk hujjati bilan soliq organiga boring yoki yaqinlaringizdan elektron kabinet orqali tekshirtiring. Ayniqsa oxirgi yillarda mulk sizning nomingizga o'tgan bo'lsa, eski ma'lumotlar yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bu imkoniyat biroz boshqacha, lekin juda muhim. Pensiya guvohnomasi sizga huquq beradi, lekin ayni paytda firibgarlar pensionerlarni nishonga olishi mumkin. Ular sizga qo'shimcha pensiya chiqaramiz, guvohnomangizni yangilab beramiz, imtiyozga kiritamiz, kartangizni tekshiramiz deb pul yoki karta ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Men ochiq aytaman, hech qachon telefon orqali bank kartangiz raqami, SMS kod, PIN kod, plastik kartaning orqa tomonidagi kodni aytmang. Hech bir rasmiy xodim sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya guvohnomasini ham begona odamga berib yubormang. Nusxa kerak bo'lsa, qayerga, nima maqsadda topshirayotganingizni biling. Agar kimdir tezda pul tashlasangiz imtiyoz chiqadi desa, bu juda katta xavf belgisi. Masalan, o'rtacha yoshli otaxonga telefon qilishadi. Sizga pensionerlar uchun 2 million so'm yordam ajratilgan, kartangizga tushiramiz. SMS kodni ayting. Otaxon ishonib kodni aytsa, kartadagi pul yechib olinadi. Bu holatda pensiya guvohnomasida pul bermaydi. Lekin pensioner maqomi firibgar uchun bahona bo'ladi. Shuning uchun har qanday yordam imtiyoz. Kompensatsiya faqat rasmiy idora, mahalla bankning rasmiy filiali yoki davlat xizmatlari orqali tekshirilishi kerak. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ularda yordam so'rash, hujjat yig'ish, idoraga borish qiyinroq bo'ladi. Ikkinchi guruh, sog'lig'i yomon,
doimiy dori ichadigan pensionerlar. Ular tibbiy imtiyoz va ijtimoiy yordamni albatta tekshirish kerak. 3-guruh pensiyasi juda kam. Kommunal va oziq-ovqat xarajatidan qiynalayotganlar. 4-guruh nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. 5-guruh mol-mulki bor, lekin soliq va hujjat tartibini yaxshi bilmaydigan pensionerlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli, sog'lig'i yaxshi, barcha hujjatlari tartibda, bank kartasi xavfsiz, kommunal va soliq masalalarida qarzdorligi yo'q bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga hech bo'lmasa bir marta o'z maqomi bo'yicha qanday imtiyozlar borligini tekshirib qo'yish foydali. Chunki qonunlar, mahalliy dasturlar va bank tariflari o'zgarib turadi. Eng katta noziklik shuki, pensiya guvohnomasi borligi har doim avtomatik imtiyoz degani emas. Ko'pincha qo'shimcha shartlar bo'ladi. Yosh, nogironlik guruhi, yolg'iz yashash, daromad darajasi, yashash joyi, ro'yxat, tibbiy xulosa, mulk maydoni yoki ariza topshirish muddati. Masalan, 2 pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri yolg'iz yashaydi, ikkinchisi farzandlari bilan yashaydi. Yordam tartibida bu farq katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchi noziklik, ariza bermasangiz ko'p narsalar boshlanmaydi. Og'zaki aytish yetarli emas. Mahallaga aytgandim, poliklinikada gapirgandim, bankda so'ragandim degan gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Iloji bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Qabul qilingan sanani yozdiring yoki elektron murojaat raqamini saqlang. 3-noziklik, guvohnoma eskirgan yoki yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash kerak. Ba'zi odamlar baribir pensiyam tushyapti-ku deb yuradi. Lekin imtiyoz so'raladigan joyda hujjat talab qilinadi. Agar guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy organ orqali tiklash tartibini so'rang. Elektron ma'lumotlar bo'lsa ham qog'oz yoki raqamli tasdiq kerak bo'ladigan holatlar bor. 4-noziklik. Boshqa odamning guvohnomasidan foydalanish mumkin emas. Ba'zi joylarda farzand ota-onasining guvohnomasi bilan chegirma olmoqchi bo'ladi. Bu noto'g'ri. Imtiyoz shaxsiy bo'ladi. Agar pensionerning o'zi bormasa, vakolatnoma, parvarish hujjati yoki rasmiy vakillik talab qilinishi mumkin. Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni toping va holatini tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, berilgan sana. Hujjat raqami aniq ko'rinishi kerak. Agar yirtilgan, o'chgan yoki yo'qolgan bo'lsa, tiklash masalasini kechiktirmang. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, tibbiy ma'lumotlar, mulk hujjatlari va oila tarkibi haqidagi ma'lumotlarni alohida papkaga solib qo'ying. Pensioner odam idoraga borganda bitta hujjat yetishmayapti deb qaytib kelishi juda ko'p uchraydi. Papka tayyor bo'lsa, vaqt tejaladi. 3-qadam, mahallaga boring va aniq savollar bering. Men pensionerman. Menga qanday ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki ro'yxatlar bo'yicha imkoniyat bor deb so'rang. Agar yolg'iz yashasangiz, dori xarajatingiz ko'p bo'lsa, uy-joy muammosi bo'lsa, buni yashirmang. Ariza yozing. Arizada ism, familiya, manzil, telefon, muammo, so'ralayotgan yordam turi va ilova qilinayotgan hujjatlar ko'rsatiladi. 4-qadam, poliklinikaga boring. Oilaviy shifokordan sog'lig'ingiz bo'yicha qanday bepul tekshiruvlar, dori ta'minoti, dispanser nazorati yoki yo'llanmalar borligini so'rang. Men pensionerman. Pensiya guvohnomam bor. Mening tashxisim bo'yicha qanday yengilliklar mavjud deb aniq savol bering. 5-qadam. Bankingizga murojaat qiling. Pensionerlar uchun tarif, karta, komissiya, naqd yechish shartlari, SMS xabarnoma narxi, omonat foizlari va kredit shartlarini so'rang. Agar tushunmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin insoningiz bilan boring. Hech qachon shoshilib kredit shartnomasiga imzo qo'ymang. 6-qadam, soliq va kommunal masalalarni tekshiring. Soliq qarzdorligi bormi? Imtiyoz qo'llanadimi? Kommunal to'lovlarda yordam olish mumkinmi? Bularni yiliga kamida bir marta aniqlang. Kvitansiyalarni saqlang. Telefon orqali aytilgan gapga ishonib qolmang. Rasmiy ma'lumot oling. 7-qadam, transport, muzey, teatr, sanatoriy va boshqa joylarda doim pensionerlar uchun chegirma bormi deb so'rang. Bu savol hech narsa talab qilmaydi, lekin sizga real pul tejab berishi mumkin. Guvohnomani yo'lingizda olib yuring, lekin begona odamga berib yubormang. Demak, pensiya guvohnomasi oddiy hujjat emas. U tibbiyot, kommunal yordam, transport, bank, madaniy xizmatlar, mahalla yordami, rasmiy hujjatlar.
soliq masalalari va firibgarlikdan himoyalanishda muhim rol o'ynashi mumkin. Eng asosiysi, bu imkoniyatlar ko'pincha o'z-o'zidan kelmaydi. Siz so'rashingiz, tekshirishingiz, ariza berishingiz va hujjatlaringizni tartibda saqlashingiz kerak. Men sizdan bir narsani so'rayman. Bu videoni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga yoki pensiyadagi tanishingizga albatta yuboring. Balki ular bugun o'zlariga tegishli bir imtiyozni aniqlab, ortiqcha xarajatdan qutular. Izohlarda yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki qaysi masalada qiynalyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani yoqing, chunki bunday foydali ma'lumotlar har bir xonadonga kerak.